do'konga kafil, mozaika, bruschatklar uchun shunaqa tozalaydigan mahsulot kelibdi. Hozir sizlar bilan birgalikda bu narsani ishlatib ko'rsatamiz, sifatlarini birgalikda baholaymiz. Bir oy oldin bu narsani men o'zim uchun bozorlardan qidirib topolmadim va nihoyat o'sha narsa bizga yetib keldi. Hozir sizlarga bu preparatimizni kafil, bruschatka, mozaikani qanaqa tozalashini ko'rsatib beraman. What you know about that OG? Come on. What you know about that bubble belly joy? Come on. What you know about that purple smoke? Sour diesel, nothing like cigarette smoking. Come on. What you know about that OG? Meni ozgina kirib basseynga oqadi. Basseyn filtrimiz bor. Effekt ko'rasizlar bo'mbaligini. Bu videoni mana shunaqa mozaikasi, bruschatkasi hamda kafilini tozalamayotgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar.